Xo'p, demak, davom etamiz. Demak, keyingi shartimiz bu email ochish. Buni email account ochish, institut tomonidan o'zi ochib bergan email account. Demak, biz qilamiz. Keyingisi esa Orchiddan registration qilish kerak. Demak, men Orchiddan registration qilganman. Mana sizga Orchid mana shunaqangi kod beradi sizga. Kodni mana bu maqolangizdagi men kabi maqolani mana bu qismida Orchid koddan foydalanamiz, yozib qo'yamiz. Mana shunaqangi kod. O'zi registratsiya qilib qo'yganman uchun bunga ham barcha ma'lumotlaringizni kiritasiz, registratsiya bo'ladi. Demak, bu etapdan ham bosqichdan ham o'tganman. Demak, qilamiz bunga ham. Keyingisi, demak, ResearchGate olib qo'yganman. Mana ResearchGate'dan ham demak o'tganman, ro'yxatdan o'tganman. Hop. ResearchGate'dan bo'lgan ProQuiz. Ana endi ProQuiz test va Science Direct. Bunda dissertatsiya ishlarini yozishingiz mumkin. ProQuiz testdan foydalangan holda dissertation bo'lishi kerak. Yo'q, bu emas ekan. Mana. Demak, bunda men mana bundan ham o'tganman. Demak, bundan ham sign up qilganman. Demak, bizga kerak bo'lgan dissertationni belgilab qo'yamiz va biz vazifamizni yozamiz. Economy Italy. Demak, mana bunaqangi shaklda kelib chiqadi. Mana 10 mingdan ortiq natijalar, 10 mingdan ortiq ma'lumotlar bor bu yerda. Ma'lumotlar bor, mana ko'rib turibsiz. Demak, bittasini men yuklab olaman. Ya'ni bizda o'zi 4 ta yuklanishi kerak bo'ladi. Ma'lumotlar. Hop. Mana bu yerda yuklaymiz ma'lumotlarni. Mana yuklanganlar bu yerda tushadi. Yozamiz. Mana endi bu maqolalarni bu ma'lumotlardan foydalaning. Xohlagan birontasidan olib kopiya qila olamiz. Yangi Word ochib joylab qo'yishimiz mumkin. Demak, shunga o'xshash o'zimizga kerak bo'ladigan, o'zimizga yoqqan ma'lumotlardan shu yerda kopiya qilib olishimiz mumkin. Bunda asosan Mendeley dasturidan foydalaniladi. Menga negadir Mendeley saytini nimagadir ochmadi notebookimda. Sal muammo ro'y berdi. Buni boshqa notebooklarda balki siz notebookingizga tushib qolishi mumkin. Mana shunaqangi testdan
foydalanishimiz mumkin. Bundan mana shuncha ma'lumotlar bor. Mana xohlasak boshqa ma'lumotlardan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, keyingisi bizaga Science Direct. Science Direct. Demak, mana ko'rib turibsizki, mana sizga mana bunaqa mana oynada ko'rinib turibdiki, siz ham sign up qilishingiz kerak. Men oldindan sign up qilib qo'yganman. Mana bu yerda ekranning o'ng tomon o'ng burchagida ism familiya chiqib turadi. Va bizga kerak bo'ladi keyword, ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan economy, Italy ham yozamiz. Demak, bunga ham mana ko'rib turibsizki, Italiya mana o'zi keyword chiqib turibdi hammasi. Mana bunga ham qancha mana 155 mingdan ziyod manbalar bor bu yerda. Ko'rib turibsizki, buni xohlaganimizdan bittasini olib buni bordimizga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana introduction hammasi bor, analizlarigacha. Demak, keyingisi mana misol uchun bundan ham keling, bundan ham bironta qismini olib qo'yamiz. Bironta Wordga joylab qo'yamiz, yangi ochgan Wordimizga. Demak, buni APA formatga o'tamiz. Mana APA format mana shunaqa shaklda bo'ladi. Bizga shunaqa shaklda yozing degan. Mana hammasi manbalarigacha keltirib qo'yilgan. Bizga bunda asosan Mendeley dasturi kerak bo'ladi. Bu manbalarni avtomatik o'zi keltirib chiqaradi. Insert qilganimizdan keyin Mendeley dasturiga import qilganimizdan keyin o'zi kelib chiqadi. Manbalar qaysi manbalardan foydalanganligi. Mana bu Word'im kabi, mana bunaqa Word'im kabi. Hozir o'zim yozgan maqola manbalari mana bunaqa shaklda kelib chiqadi. Bunaqa shaklda kelib chiqadi manbalari. Mana references o'zi beradi. Qaysi manbalardan foydalanganligi. Hop, demak, bizga bu shart ham bo'ldi. Science Direct'dan bo'ldi. Hop, bizga keyingisi AI Tools'dan ham foydalanganmiz. Mana ko'rsatishimiz mumkin. Demak, bizga GPT shuncha slayd qilib bergan. AI Tools haqida. Demak, keyingisiga o'tsak. Hop, Mendeley jadvali yuklab olamiz. Menga negadir registratsiya bo'lmadi notebookimda Mendeley jadvali va conducting literature review ham qilingan. Menda demak literature review mana qilingan menda. Review qilingan. Keyingi prezentatsiya qilib qo'yganman. Demak, mana
mana bunaqa shaklda PPT shaklida mana PowerPointda prezentatsiya qilingan. Demak, bu bosqich ham manda bajarilgan. Bu ham plus bo'ladi. Hop, keyingisi Grammarly, checking grammar and plagiarism. Buni Grammarly saytdan qidiramiz. Grammatik xatolarni to'g'rilab beradi. Grammarly. Mana bu yerga yozamiz. Paste text men o'zi oldindan mana shu yerga yozamiz. Qisqasi to'g'rilab beradi o'zi avtomatik. Ya'ni qanaqa qilib mana bu Wordda yozgan ishlaringizni copy qilib olib hammasini mana bunga tashlaysiz. Hammasi o'zi menga to'g'rilab bergan sababli sizga namuna sifatida ko'rsatdim. Mana shunga copy qilib tashlasangiz sizga grammatik xatolaringizni to'g'rilab beradi. Demak, menda bu bosqich ham amalga oshgan. Hop, screen recording. Demak, mana ko'rib turibsizki, screen recording orqali video olyapman. Okem yoki Bandicam, ya'ni shunaqa dastur orqali, programma orqali bu ham amalga oshgan. Va keyingi yaxshimisi esa Facebook account ochish. Demak, menga ochilgan Facebook account telefonimda faqat Sharif Rashid deb yozganingizda Facebook accountga kelib chiqadi va namuna sifatida screen qilib olganman. Xo'p, demak, mana shu mana Facebook accountim kirib omon bo'lib, bu yerda ham 5-6 dan ziyod video post yuklaganman. Kirib bemalol ko'rib, stat haqida yuklaganman. Kirib bemalol ko'rib ko'rishingiz mumkin. Demak, LinkedIn account yaratish. Xo'p, demak, LinkedIn menga mana LinkedInni yozib olamiz. Demak, bunda sign up qilganimizda hali qilmagandim. Demak, bunda qayerda o'qishimizni yozamiz. Tashkent State of University Economics. Demak, qo'yamiz. Field of Economics yo'nalishida jahon iqtisodiyoti. Yeah. No deb qo'yamiz. Farqi yo'q. Skip qilsak ham bo'ladi. Demak, mana akkauntimiz saqlandi. Shuncha. Bo'lishimiz mumkin. Masalan, continue deb davom ettiramiz. Continue. Finish. Mana ko'rib turganingizdek, mana LinkedInga ham
LinkedIn saytiga ham demak kirib oldik. Sign up qilib oldik. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Qanaqa bo'lishini. Demak, bizda bu bosqich ham amalga oshdi. Böyle solib qo'yib ketamiz. PPT ResearchGate. Demak, ResearchGate'da PPT ni yuklash. Demak, menda PPT yuklangan bo'lishi kerak ResearchGate'da. Hop, ResearchGate. Hop, bu boshqasi. Qilamiz. Yo, menda bu kiritilgan bo'lishi kerak. ResearchGate. Mana bu yoqda bilishimiz mumkin. Mana shu yerda. Xohlagan PPT ni yuklaymiz. Next level of the group station. Yüklem oldu. Demek mana bu yerga tushdi. Mana bu yerga station qilib ko'rganmiz. Demek keyingi bosqich YouTube. Endi xudo xohlasa mana shu yozgan videolarimni olib bo'lganimdan keyin YouTube platformasiga joylayman. Buni ham plus qilib qo'yaylik. Email professor bunga ham, ya'ni ustozimga yozgan birorta email pochta orqali yozilishi kerak. Defense shu ikkalasi birda kirib ketadi. Shu himoya qilamiz, himoya ishi qilgan ilmiy tadqiqotlarimizni. Preparing your CV bu taxlangan menda. Bu o'zbekcha CV bo'lib desa ham bo'ladi. Demak, mentoring two students outside the group. Bunda ikkita guruhdan tashqari bo'lgan ikkita talabaga, studentlarga o'rgatish. Men 2 emas, undan ortiq 3 va 4 undan ortiq talabalarga bu ushbu ST17 dasturi haqida ma'lumot berib, yordam berib o'tdim allaqachon. Va sababli bundan ham plus qilib qo'yamiz. Mana shunaqa. Xo'p, demak, shuning bilan bugungi Italiya, ya'ni menga berilgan vazifa Italiya iqtisodiy statistikalarni tahlil qilish haqidagi vazifa o'z nihoyasiga yetdi. 31 ta shart orqali himoya qilish, tahlil qilish. E'tiboringiz uchun rahmat.